Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana biz Andijon tumani Xon bozoriga tushdik. İşlerimizni tanishtirdik. Bunimiz razmeri 2 yuqori, bo'yi 1.95, rossiyskiy laminat bo'lgan. Ichi chekalari zavodskiy kronka, hatto korpusi ham oshoqlari vakuum bo'ladi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, 1 metrni 1 million 100 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Keyingi ishimiz uzunligi 280, bo'yi 220, orqalari kafir, oshoqlari vakuum, ichi chekalari zavodskiy kronka. Bu yerga shu shubkalarni joylab ketganmiz. Bu yer mo'ykanonni gaz. Buni narxi 1 metr 1 million 800 ming so'mdan. Bu ishimizni tanishtirsak, uzunligi 120, bo'yi 1.95. Plashini MDFdan tayyorlagan. Buni turishini 1 million 300 ming so'mga qilib beramiz. Keyingi ishimiz uzunligi 2 metr, bo'yiga 1.95. Buni ham materiali aktiv, deshi chekalari, korpuslari, kronka, oshoqlari vakuum. Buni 1 metri 1 million 200 ming so'mdan. Bu ishimiz kafirli orqalari, rossiyskiy laminat. Uzunligi 2 metr, bo'yi 220. Bular 1 metri 1,5 million so'mdan tayyorlab beramiz. Bu ishimiz mana zakazga tayyorlanadi. Barcha joylashtirib ketganmiz. Bu yerga tushirgan mo'jalarini, bu yerga gaz tushadi, evitishga tushadi. Bularni 1 metri 2 million 300 ming so'mdan. Xohlasa bu yerlarini, polkalarini olib tashlab turib, aliston qo'ysa bo'laveradi. Qosh soladiganlarni ham qo'yib berganmiz. Bu yerda mana musul paxirlari bor. Kimga shunaqa oshxona mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilinglar. Rakamni podpiska osib esdan chiqmasin.